ota-onani his qiladi. Men o'zim 7-sinfligimda musofirga chiqib ketganman. Nima uchun? Bilim olish uchun. Men bilasizmi? Litseyda o'qiyotganimda qiynalganimni o'tirib olib yig'lardim. Men muvaffaqiyatga erisha olmasam, oliy ta'lim dargohiga kira olmasam, mahallaga qaysi yuz bilan boraman derdim. Shunaqa yelkamda yuk turardi. Qiynalganimda aytardim. Meni shu qiyinchiligim ertaga muvaffaqiyatga erishsam, otam bilan onamni xursandchiligini oldida hech narsa emasdir. Mayli, men qiynalay, men mashaqqat chekay. Meni orqamdan ertaga otam bilan onam faxrlansin, xursand bo'lsin. Men qiynalay, ertaga oliy ta'limga kiray. Meni orqamda turgan ukalarim, akam oliy ta'limga kirdi deb faxrlansin. Ularning faxri, ota-onamning menga bo'lgan ishonchi, ota-onamning xursandchiligini oldida menga qiyinchilik u qiyinchilik emas. Men ota-onamning quvonchi uchun har qanaqangi qiyinchilikka men tayyorman. Beruniy maktabidagi barcha o'quvchilar ota-onasini ustozlar tomonidan rahmat eshitishini oldida hamma qiyinchilikni chekka surib qo'yishadi.